Bahor fasli mana shunday yomg'irli havosida biz bugun Qo'qon shahrining Hamroh savdo markaziga tashrif buyurdik. Bizda eng ko'p shartnoma qilgan mijozimiz bor. Bu insonimiz Haydar va E'zoz opamiz Hamroh savdo markazlarida eng ko'p shartnoma qilgan. Qolaversa, eng sodiq mijozlardan biri bo'ladi. Bugun biz u insonni xonadonlariga birgalikda tashrif buyuramiz. Qadrli do'stlar, sovg'a salomlarimizni olib E'zoz opamizning uylariga yetib keldik. Opamiz mana shunday ko'p qavatli xonadonlardan birida turar ekan. E'zoz opa, avvalambor bizga mijoz bo'lganingizdan juda ham xursandmiz. Rahmat. Bizuda qilmadikmi ish? Yo'q, nimaga xursandman. Sizni ko'rdik mana shu Hamroh savdo markazidan Qo'qon filialidan, Qo'qon shahridagi filialimizda juda ham ko'p mahsulotlar xarid qilgan ekansiz. Endi sizni birinchi dastlab olgan mahsulotingiz nima bo'lgan? Xolodilnik, gaz, kir mashina olganman. Avtomat kir mashina, ha. Ham yaxshi. Mahsulotlar qanaqa? Sizni shu qoniqtiradimi? Yaxshi ishlayaptimi? Mahsulotlarga gap yo'q, yaxshi, ha. O'shaning uchun постоянно sizlardan olaman. Ki mana sizning dugonalaringiz bor, qarindoshlaringiz, yaqinlaringiz bor. Ularga ham hech tavsiya berganmizmi? Hammalari sizlardan olishadi. Yaqinda dugonam bilan borib, mikrovalnovka pech oldik. Birgalikda, ha. Keyin endi misol uchun bo'lishi mumkin, mana hozir yana bir mahsulotga ehtiyojingiz bo'lib qolishi mumkin deyarli. Mana yuzni ko'rdik. Menimcha ko'p texnikalarni, stol-stullarni ham sizlardan olganman bular hammasi sizlardan. Afsus bo'lishi mumkin emas. Yana birorta bir mahsulotga ehtiyojingiz bo'lsa, yana xaridni amalga oshirasizmi? Xudo xolasa, ha, olaman. O'zi shu kunlarda bo'lgani yo'q birorta? Oldim. Yaqinda. 3 kun bo'ldi. Suv motori oldim. Suv motori. O'zi eng keraklisi. Qarang, E'zoz opa, misol uchun dastlab mana 5 yil, 6 yil oldindan boshlagan xarid qilish. Endi kirganingizda misol uchun sotuvchi maslahatchilarimiz bor. Misol uchun kutib olishi, mahsulotni tushuntirib berish ham sizlarga nima deydi, qoniqtirganmi? Qizlar ham, bolalar ham rosa yaxshi. Shuna chiroyli, muomalali, yaxshi kutib olishadi. Yetkazib berish, o'rgatib berish xizmatlar-chi. Unga ham gap yo'q, rosa yaxshi. Keyin telefon ham qilishadi. Yaxshimi, olib borgan narsalar deyshadi. Rahmat, yaxshi deb nima qilaman? Xursand bo'lasiz. Xursand bo'laman. Hech olgan mahsulotlaringiz, mana xolodilnik olgan ekansiz, kir mashina, gaz plita oldingiz. Qanaqadir shu yillar mobaynida biror marta shu buzilib qolgan holat? Yo'q, buzilmagan. Buzilsa 3 yil ona garantiyasi bor deyshgan. Buzilgan yo'q, Xudoga shukr. Yo'q, buzilgan yo'q, yaxshi. Ham yaxshi. Azbim mana shu xolodilnigimni ham 16-yil olganman. Haligacha mana zo'r ishlaydi. Biror marta buzilgan yo'q. Avvalon deb tavsiya qilishgan, apa yaxshi deb mana shuni olganman. Mana umuman biror marta buzilmagan yo'q. Sizni o'zingiz ko'nglingizda o'sha qizlarimiz o'zingiz misol tanlab olganmisiz yoki tavsiya berishganmi? Qizlar tavsiya berishgan, yaxshi deb mana olganman. Yo'q. Ekonomikasi ham mana o'sha A klassda mana turibdi, ya'ni bu elektr energiyasini ham anchagina nima deydi, tejaydigan holat. Ancha katta xolodilnik olgan ekansiz. Endi bitta siz bilan eksperiment qilamiz. O'sha stul dedingiz-ku, o'sha bitta ko'rsak nima deysiz? Unga ham yaqinda bo'lgan bo'lsa kerak, E'zoz opa, adashmasam. Yo'q, ancha yil bo'ldi. Lekin hali ham yangidek turgan bo'lsa kerak. Mana shu. Mana shu stolda olganman. E'zoz opam har bitta elementarniy narsalari, katta texnika bo'lsin, kichkina texnika bo'lsin, juda ham avaylab, asrab, ki akkuratniy qilib qo'yganingizga gap so'z bo'lishi mumkin emas. Juda ham tartibli. Bu necha yil bo'ldi E'zoz opa buni olinganiga? Buni 19 yo 18-yil olganman. Demak, salkam 7 yil. Shuna bo'ldi, ha. Bu 12 talik stulni olgansiz. Stuli bilan. Ustida turgan bagemalarni-chi, bonusiga ham yoki? Bonusiga mana ularni olganman. Bu ikkita, mana u ikkita kattani olganman. Bu bagemalarni-chi? Yo'q, bularni o'zim olganman. Mana shu bu bilan mana ularni o'sha nimasiga berishgan. Priziga. Ya'ni bonusiga? Bonusiga berishgan. Keyin o'sha stollarni ham, stuli borda, ag'da gazxonada turibdi. Buni ham sizlardan olganman. Demak, bular adashmasam shu kuxonniy. Kuxonniydiki. Mana shu muddatli to'lovga
xarid qilganingiz E'zoz opa sizga qanaqa bir qulayliklar yaratib bergan? Masalan, mana shularni ko'chadan oladigan bo'lsam 8 million bo'ladi. 8 million naqd anetdan olgandan mana sizlarga hali muddatli to'lovdan men borib oldim. Anchalik 300 ming, 400 ming bo'lsa ham 1 yil, 2 yil oyma-oy bunday bo'lib, menga shunisi qulay. Shu qulay tomoni shu. Haligi nima deydi? Tekindan kelganga o'xshaydi. Tekindan kelganga o'xshatdi. Hali oyma-oy ozginadan berib, 8 millionni anetga borib naqd olgandan bo'lib to'lab olganimiz shu. Menga shunisi qulay bo'ldi. Mazmunli suhbat uchun E'zoz opa sizga kattakon rahmat. Yana do'konimizga ko'pdan ko'p tashrif buyurishingizni so'rab qolgan bo'ladi. Sizlarga ham rahmat, kutmagan edim. Mana ajoyib chiroyli sovg'alar olib keldilaring. Sizlarga ham rahmat. Xudo xolasa, bundan bag'iga ham sizlarga borib, ko'p narsa olamizda. Hamma ishchilarga, shu hamrohdagi yaqinlarga, qizlarga ayniqsa, shunaqangi bir-biridan yaxshi, shuna shirin so'z qizlar borda, hamrohda hammalaringga rahmat. Hammalaring sog' bo'linglar. Xudo xolasa, yanagi safar ham o'sha eng aktual mijoz sifatida yana xonadoningizga mana shunday bir-biridan ajoyib sovg'alar olib kelib, siz tabrik etishni nasib. Rahmat, sog' bo'ling. Sog' bo'linglar sizlar ham.